bo'lmadi, soat bo'lmadi dashi. Alaykum do'stlar, mana Vilnius shahrida. Salom hammaga. Vilnius shahridamiz. Virusga qildik hozir mana. Shogird bilan ketyapmiz. Ustozding endi. Ustozmi? Ustozding endi. Mana bu ham endi bir 3-4 ta shogird chiqargan ustoz mayli. Ustoz bilan ketyapmiz. 7-8 ta o'rang. 7-8 ta mana shogird. Tari bo'lib qoldi shu. Hozir bitta perigonni qildilar mana birga. Hozir kelgan ishladik, hozir 1800. Ha. Litva bilan Virusga qilib keldik hozir O'zbekiston mashinasiga. Yuk bitta joyga tushar ekan, hammamiz bordik-da, Viruskani qildik-da, mana endi biz ertaga olganmiz, yuk ortishga qarab ketyapmiz. Bu kishi ham hali beri baba ishga chiqmaysiz-ku, endi men bilan yuraverasiz, to'g'rimi? Ha, shu mana hozir pergon qilib yuribmiz, mana voqea joyida. Yana bitta yarimta pergon bo'lib qolsa yaxshi bo'lardi, ha? Ha, pergon qilib qoldik, shu bilan uyga qaytardim, o'zi bo'lib qolardi. Ha, bo'lib qoladi. Pergon ham yaxshi bo'lyapti, ha? 8000 dan qayirib qaytar ekanmiz. Mana Vilnius normal bo'lib qoldi hozir. Gruchinodamiz, Gruchino shu tarafda. Gruchino. O'sha pergon mashinani qo'ydik-da shu yerga, endi ikkalamiz qaytyapmiz. Mana bizga emasmi, kirpich qilib qo'yibdi. Qarang, bu hokimiyat tomonga. Ha, men yo'lga qarayman, siz zinakka qarab yuring. Endi mana to'xtash mumkin bo'lmagan joylar mana. Endi o'zingiz ham yaxshi bilib qoldingiz-ku, baribir Yevropani. Bu yerda tug'ilib o'sganman, odam sharmanda qilmang deydi. Ha, boshiga uyga ketaman deb. Yo'q, u просто так ikkita 8 ta angamaydi u. Ha. Mana hozir O'zbekiston mashinalari hammasi yig'ilib, terilib qoldi. Qarang, O'zbekiston mashinasi nechta ko'rdingiz hozir Stenga kirganda? 200 ta bor. Bir 200 ta bor mana. Hammasi o'zbek mashina. Yo, bu yerda kamroq ekan, yo'lda ishqilib bor mana. Juda ko'p mashina kelgan, yuk yo'q hozir. Shunaqa bo'lib yotibdi bu yerda. Kelgan bu ham Namangan. Namangan mana O'zbekiston mashinalari juda ko'p ekanda shu yerda. Hammasi O'zbekiston mashinasi. Mana amallar yetib kelganda. Ha, yetib kelganda pergonchi topib. Tentovkalarga sal ish kamroq olganda o'zi. Ha. O'shaning uchun yig'ilib qolgan yuk yo'q. Problema bo'lyapti. Chiqib qolsa ketadi shu. Qarang bizga yo'l berishini uni. Ha, bu O'ngga pоворotda yoqqanman u, qayerga qarayapti? Chirnigot qolib qarayapti. Qayerga qarayapti? Ehtiyot chorasini ko'ramiz. Qaraysiz. Sekin. Bardiyorga qarang, men yo'lga qarayman. Yo'q, bardiyorga umuman ketmaydi. Yaxshi hammasi. Orasidan yiqilib. Endi nima deysiz obunachilarga? Qanday Yevropaga ishlasinmi yoki mana shu O'zbekiston mashinasi bilan qatnasinmi shu nimaga? Yevropa, Rossiya pasiya qilib. Nima deysiz endi? Ko'pchilikka qiziqda. Endi puli bo'lsa, fura olib qatnagan yaxshi, bola chaqasini oldida. Ha. Puli yo'q bo'lsa, kelib bu yerda ishlab, fura olib, keyin Ya endi обязательно maqsad fura olish, boshqa ish yo'qmi endi? Yo, boshqa ish bor endi. Ha. Buning uchun chiqmay ishlash kerak bitta joyda. Ha, mana o'zi siz O'zbekistonda ishlagansiz. O'zbekistonda ham fura haydaganman. Qanday bo'lgan O'zbekistonda? Yaxshi edi-ku, nima? Siz Yevropaga kelib qoldingiz. Endi Yevropaga aylanib ham dunyo ko'raman ham. 27 ta davlat. 27 tadi mana adashtirdi hozir. Adashib qolmisiz-ku, navigator orqaga deyapti. Navigator aytaveradi, men o'zim yo'lni bilaman, 5 qo'lda bilaman. Siz o'ngga buriling, hozir mendan chiqib o'ngga buriling. Bu yo'llar bizning mahallaning yo'llaridek bo'lib qolgan bu yo'llar. Yo, mayli, hozir siz aytgan yo'l bilan boraveraymi? Hozir men o'ngga burilasiz, dars to'g'ri ketasiz. Ha. Translirani anaqasi chiqadi keyin. Ha, bo'ldi. Bazasi chiqadi. Hozir men o'ngga burilib yuraveraymi? Ha, priyamvoy mana avtobanga chiqib bosasiz. Ha, keyin Politsiyagacha o'zim javob beraman. Gapni davomini ayting endi. Короче, mana shu masala bo'yicha hozir yoshlar chetga chiqaman deyapti, ham dunyo ko'radi, ham ishlaydi. Bu bir soqqani qilish kerak. Yo, mana O'zbekistonda mana bu yerda ham O'zbekiston mashinalari. Bu yerda qarayman, ish juda qiyin mana. Bu yerda O'zbekiston, Yevropa qatnayman desa, qiyin-da baribir. Ko'ryapsizmi, mashinalar qancha yo'lga, misol. Yuk yo'q mana, Ochratda keladi, yotadi, bu yerda keladi, yotadi. Bundan ko'ra shu tinchgina bu O'zbekistonda bironta ish topib, o'sha yerda ishlasa yaxshi emas, bir 600, 700, 800 dollarga. Endi u 600, 700, 800 dollar u yetmaydi-da, Shahboz. Gazga to'lasizmi, svetga to'lasizmi, shibitsinmi? Qayerdan to'laydi? Yo'q, endi qarangda mana bu yerga ham bir oylab qolib ketyapti-ku, chegaraga Ochratga. Men o'zim ham guvohi bo'ldi hozir. Mana nechta mashinalar bor. Mana hammasi mana shu yerda ham ko'pchiligi kutganiga arziydi to. Arziydimi? Arziydi. Ekkarekka arziydi kutganiga. Ha. O'zbekistonda 10 million. Ha, Yevropada ishlasa-chi undan ko'ra. Yevropada ishlasa, как положено время berib qo'ygan, taxo bo'yicha. Ha.
ishlaydi. Mana sizga yoqib qoldi-da endi hozir shu Yevropaga ishlash. Ko'rmayapsizmi turishim Ha, qanaqa? nimaga bo'lmasa u nima qilyapsiz? Fura olish kerak Yevropa Ko'ryapsizmi? bo'lmaydi deb. Joyda turibman. U yerda turmasdi joyda. O'zbekistonda ham mana $1000 topardim deyapsiz. U yerda 1,5 ming topardim. Nimaga keldingiz bo'lmasa Yevropaga? O'zbekiston o'zi borgandan borgan sari 1,5 mingdan kamayib ketaverdi-da, rasxod ko'payib ketaverdi. ha, Bora 8 ga tushib qoldi keyin. kesak-seka ish qiyin bo'lib qoldi, ha? Ish qiyin bo'lib qoldi. GPS da qo'yib tashladi, ha? Yo'q, GPS unga vaqt aloqasi yo'q-ku. Ha. Oxirgi payti qiyin bo'lib qolyapti-da. Yo'q, xo'p, endi mana siz ishlayotgan firma qanday endi mana shu? Qaysi kargomi? Ha. Kargoga вообще takoy-ku. Endi yangi Volvolarni hozir minasiz-ku endi. Hozir endi yangi Volvo kelgan, hozir bittasiga shartnoma qildik. Endi shu servizdan chiqib qolsa, keyin uni minib bosamiz gazni. Hozir bu bizni shogirdga bu kishiga hozir Yevropaga o'g'ri tushgan mashinasiga dokumentni yo'qotib qo'ygan bu kishi. O'zbekistonga borib boshqatdan yangi dokument qilib keldi. To'g'ri ketyapmanmi? Yo'q, mana shu yo'ldan bosing, men javob beraman. Bo'ldi, javob Ikki oy deyapman-ku. Nima bo'ldi u? O'g'ri nima uchun kirdi sizni mashinangizga? Qanday dokumentni yo'qotib qo'ydingiz? Men ko'rinishim puli ko'p bolaga o'xshayman-ku. Ha, O'shancha kirganda bular. kirganda, ha? Lekin ikkitasi udardan yedi lekin. Udarda edi, oxiriga keyin nima bo'ldi? Patronni aytib bering. Kelayotganlarga bu juda muhimda. Sizni urib ketdimi? Yo'q, ikkinchisi dokument turib ketdi. Ha. Endi men kashalogim ham katta edi, puli ko'pga o'xshardi. Ha. Kuzatib yurgan bo'lganda shu. Ha, sizda? Umuman bitta ham dokumentingiz qolmadimi? Hammasi o'g'irlab ketdimi? Ha, o'g'irlab, keyin yana qayta vasanabit qilib, O'zbekistonga borish qiyin bo'lmadimi bez dokument? O'zbekistonga bir degan yetib olamiz-ku biz. Ha, borib dokument qilish ham oson bo'ldi. Ha, xudoga Bir pasda hammasi bir pasda opiska davomida qilib oldik. Lekin vitna jitesi olishingiz qiyin bo'ldi. Yo'q, u ham 10 kunda chiqdi u. Ha. Xotirjamlik bo'ldi. O'sha bu yoqda O'zbekistonga borganda bitta Cherry mashinasini olgan, Cherry 7 Pro'ni men endi taksi qilaman bu yoqda. Bo'ldi, Vyetnam chiqmaydi deb taksi qilgan endi. Akadan hozir taksida qanday ish O'zbekistonda deb so'raydi. Taksida qanday endi ishlasan? Endi odam Yandex qildi. Odam zerikmasligi uchun Yandex surish kerak. Ha. Zerikmaslik uchun, ha? Vaqt o'tadi, topadi, o'zini o'zi qoplab yuradi. Значит, Yandexda ham ishlasa bo'ladi. Ishlasa bo'ladi, tepa soch tikka bo'ladi faqat. Pul orttira olmaysiz, ha? Pul orttirish qiyin. O'zidan ortmaydi. Endi Yevropada ishlashga kelaman deganlar kelaversin bo'lmasa. Abiddan kim bo'lsa ham kelaversin. Unga haydaymi, unga? Hozir to'g'ri. Hozir unga to'g'ri kiryapmanmi? Qarang. Hozir Mostayda aylanib o'tamiz. Siz endi bu Litvada ham taksi qilgandasiz, to'g'rimi? Boltga ishladingiz-ku. Litvada taksi qilmaganman, men dastlabkida ishlaganman. Obro'li joyda ishlaganman. Dastlabkida yaxshi bo'lganda baribir ish. Dastlabkida men mashina oldim bu yerda. 700 €ga. 500 €ga. 500 € ga mashina oldingizmi? 500 mashina oldim. Keyin uni klientlar chiqib ketdi, qaytarib sotdim yana. Biznesmen bo'lib ketibsiz-ku siz aka bu yoqda. Hol yana ishlasam yana mashina olaman bu yerda. Ko'rdlaring-ku mashinamni. Endi siz shu yerda fuqarosi bo'lib ketmoqchimisiz? Yo'q, O'zbekistonni sevaman men. Nima qilaman? Bu yoqda fuqarosi bo'lmaysiz. Bu qo'rqitmaydi endi odam. Men vatanimdan voz kechmayman-ku. Faqat shu yerda ishlab O'zbekistonda yashaysiz. Shu yerda ishlab daromad qilib qaytamiz O'zbekistonga. Chuqur nafas olib yana qaytamiz. Endi bu kadensiya qancha ishlaysiz? Endi ko'ramizda kuch yetgancha. Boshdan burilamiz. Shu yerdan mana Minsk Plaintusga qarab ketyapmiz. Ko'ryapsizmi? Odam shu darajada. Yo'q, mana endi siz ham bir ko'p mashina haydasiz-a, bir sizni ham ovozingiz muhimda bizga endi. Qaysi endi mashina sizga ma'qul bo'ladi shularning ichida? Mana hamma mashinani haydasiz, Dabtni ham haydasiz, Volvoni ham haydadingiz. XG zo'r. XG zo'r, ha? 2 gektar bo'lyapti. Bir xonali uy. Faqat anu nima qilyapti endi anu? Hozir endi bir narsa tushib qolishni olyapti, ana taxtani. Qarang mana. Ana bularda mehr oqibat qana. Oqibatni ko'rdingizmi? Biror mashinasi shikast yetmasin deyapti-da. Taxtani oldi o'sha yerda. Yo'l o'rtasida taxta ekan, ko'pchilik o'tib ketaverdi. Lekin biz ham hozir to'xtab olardik o'sha taxtani. Olardik. Uyga olib ketardik. Uyga olib ketar. O'tinda bu. O'tinda bu. Pulda bu. Pulda bu. Qarang mana. 40 dan ekan tushib qopti-na. Mana. Mana shu taxta ekanda. Oldiga nima bo'lgan ekan? Oldiga tagi taxta tiqilib qolibdi mashinani tagiga. Anu mashina tagiga tagi pastligidan tegib qolibdi tagiga. Bu tushib qolganda mashinadan.
men olib beraymi bechora qiz bola ekan, ayol kishi ekan. Ya endi biz men to'xtolmayman-ku. Oldiga to'xtasangiz bo'ladi lekin. Ha? Bechora ayol kishi ekan. Yordam berasizmi bo'lsa? Bo'ldi hozir. Qanday olib beramiz? Bo'ldi, to'xtab yordam beramiz bo'lsa hozir. Olib beraylik shu taxtani. O'rtoqlar. Bechora yosh katta odam ekanda. Men tushaymi? Ha, tushing. Sizchi? Yo'q, men tushmayman. Unda ketdik unda. Ha, men ham tushaman hozir mashina parkovka qilib. Orqaga haydangda unda. Ana orqada mashina tiqilib qoldi, o'sha o'tsin. Bo'ldi, orqaga haydangan zaten. Mana blom bilan tagiga kunna tiqilib qolgan ekan, mana olib berdik. Yaxshi bo'ldimi? Jala, men bitta yordam bergan yaxshi-da bor. Davay, ko'taring endi buni, men nima qilay? Joyiga qo'yib qo'yay. Davay. Ana shuni ildiring. Tushmadimi joyiga Shahboz? Bu. Qanday tushadi? Ha, bu. Ketdik endi. Shu, davay. Yo, nima deysiz endi? Bo'ldi, mana Yordam berish kerakmi men yo'llarga? Ha, o'rtoqlar. Yo'lga taxta kirib qolibdi tagiga. Ko'rdingizmi mana yaxshilik qilsangiz yaxshi-da baribir mana. Rahmat deb ketyapti 2-3 martalar. Da. Где он? Ketdi mana. Oldagi furadan tagiga taxta kirib qoldi. Nima deydi? Olganimizdan keyin shashlik qilib beramiz endi deydimi? Shashlik. Yega. Shashlikda bo'ram zo'r qilar ekan. Ha. Bo'ldi biza. Taxtasini olib berdik. Mana shularmidi, bermi? Yo'q, o'tib ketdi-ku. Ketdimi to'g'riga? Ha. Endi ketyapmiz. Yevropa Vilniusdan. Nima, siz furo olmoqchimisiz hozir? Furo olsam deysiz? Ha, bitta furo olmoqchiman endi. Yo'q-e? Ha. Men ishlaysizmi endi O'zbekiston, Yevropa qatnaysizmi endi furo? O'zbekiston, Yevropa qatnayman endi. Bitta furo olish niyat bor. Niyat bor, ha? Dushi. Taxoni kim oladi? Taxoni ham olamiz. Ha. Birinchi furo olaman, keyin taxo olaman. Taxo ham olasiz lekin. Qanday ish? Ana yigitning niyati shu taxo olish. Niyat cho'tki bo'lsa, xudo xolasa shu. Yo'q, u taxoni rasxodi katta-ku, aka. Rasxodi katta bo'lsa, ishlaymiz-da shunga yarasha. Ha. Bo'ldi. Zo'rda. Oling, niyatingizga yeting. Kim bizga berib turasizmi haydashiga? Yaptan kim bo'lsa ber. Zaks Paxga borishga? Qanday ishlar? Bo'ldi. Taxo olsa keyin taxo olganda gaplashamiz biz. Ha. Cherini ko'rdingizmi? Takoya? Ha? Takoya? Cherimi? Вообще udarku. Ko'rib hayron qolsa, qanchasidan arzon? Zapchastda ham arzon, rasxodi ham arzon. Bir zapravka 450. Hozir 500 yuradi hozir. Cherry Pro'da, ha? Ay. 500 bitta metan qo'yganmiz endi. Ha. Bir necha pul bilan to'ladi? 70 ming, 60 mingga to'ladi. To'g'risini ayt, 70 ming, 60 ming. Yaticha javob. Toshkentda 90 ming, Sirdaryoda 70 ming, 60 ming. 400 yuradi. 450 yuradi, 400 emas. Zo'r ekan lekin. Cherry olish kerak. Cheri olish kerak. Tez urib qo'yibsiz-ku 70 lik joyda. Necha? 70 joyda tez urib qo'yibsiz. Bo'ldi, men o'zim javob beraman. Bo'ldi endi sizga Perigon bo'lsa, svязga chiqursinlarmi? Ha, Lippoy. Obunachilar Ha. bemalolmi? Bemalol. Arzon narxlarda. Lekin siz zarajat qilar ekansiz, borib. Qanaqa zarjat qilaman? Kecha bir 300 kilometr borib kelish 200 euro berasiz deb turib oldingiz-ku. Qanaqa 300 kilometr? 300 kilometr 400 bor. kilometr-ku. Ha, 400 kilometrga. 400 kilometrda Shaboz yaqin yo'l emas-ku. 200 euro berasiz deb turib oldingiz-ku. Kimga? Tog'aga. Tog'a 200 lik beraman deb 200 bering dedi, 100 ga chiqib ketdi. Mayli, bergan betiga qarama degan olaverdik. Bekor ham yotib. Ya, yaxshi bola bu. Biz bilan yurgan bolalar yomon bo'lmaydi, yaxshi bola. Qanday ishlaydi? Yotgandan ko'ra mana shu mayda ishlab turish kerak. Shunday. Bir kun kam bo'ladi, bir kun ko'p bo'ladi. Yozgandan ko'ra yaxshi-da baribir. Qanday ishlar? Ham zerikma kech chiqadimi? Shuni ayting. Ishqilib bu yoqda yuraversa, Perigon chib turar ekan, ha, qoni och qolmaydi. Ha, bu yerda och qolmaydi. Yo'llarga nima deysiz, yo'llarga? Yo'llar tekis, faqat quruq qolmasa bo'ldi odam. Gap yo'q lekin yo'lga. Ha, shu yo'llardan bitta ko'piya o'tkazmoqchiman. Shunday zo'r qilganki yo'lda вообще maza qilib yuradi, bosh yo'lga. Komfort yo'llarda. Yo, o'zi videoga olish ham qiyin-da, qarang bitta qo'lda. Nega? Niye olayapmi? Men olmayapsiz-ku endi, boyadan beraman. Qarab. Bering yana. Bo'ldi endi. Malisalarga tushib qolmang yana. Mayli endi olmadingiz-ku endi.
Сейчас прямо-da? Prямо yedim mana. Going. Lekin yo'lchalari zo'r, chotka. Hamma joyda avtobus bor. Avtobus bor. Peshxodga yo'l beraylik. Mashinalar bor. Davay, shattalang aka, Orqaga shattalang. yurayapti ana mashina qarang. Ana Madaniyat peshxod. so'ra. Madaniyatni qarang bu yerda. Madaniyat ma'rifatda ishlagan bu yerlarda. Bizlarga bo'lsa o'tib ketamiz a. Bizlarga to'xtab tur deydi. Avtobus ham kutyapti, bizni qo'yib yuboryapti. Lekin biz avtobusni qo'yib yuborishimiz kerak edi hozir shu yerda. Aslida qo'yib yuborishimiz kerak edi, endi Biz xato qildik hozir. yo'q, biz mehmonmiz-ku. Mehmonmiz-ku lekin, ha. Sezdi shu narsani. Sezdi haqiqatan. Hurmat qildi a. Bu yo'llarda veliklarda kelib ketganman o'sha joyga. Shu yerlargami? Fizatka qilib, ha. Sportniy veligim bor-ku. Ha. $350. Ha. Velikda ham yuradi lekin aka lekin. Ha? Mana yugurib yuribdi ana yoq qarang. Kim? Ha, o'tib ketdi. Buni mahallam bilaman, takoy mahalla bu yer. Bu yerlarda ko'p yurganman. Xullas ko'lab yaxshi joylar, ishlasa bo'ladi. Zo'r joylar haqiqatan ham ishlasa bo'ladi. 30lik joyga aytmaysizda mana. Politsiyasiga bordim. Ha, endi peshvoz sal do'ppakdan iboratda bu yerda. Hadovoy tekshirib olamiz shu payt. Shunday. Takoy joylar. Yaxshi joylar. Balki O'zbekistonga yetmaydi lekin. Baribir O'zbekistonga yetmaydi. Ming sharoiti zo'r bo'lsa, ming oyligi zo'r bo'lsa, baribir o'zimiz O'zbekistonga yetmaydi, to'g'rimi? Конечно, O'zbekiston bari O'zbekiston. O'zimizni o'sha bitta probkasi ham maza qilasizda O'zbekistonda. Biz probkada ham gaplashtiramiz-da, bir-birlarni shopirlar bilan. Bitta hech kim gapirmaydi, probka tursangiz. Sina bosib. Bu yerda qarang, hamma o'zi bilan o'zi ovora. Ha, tilini yutib bular. Juda tinch joy. Sal choyxona bo'lib turish kerak-da endi. Конечно. Ja, tixa bo'lib ketsa, Haqiqatda aytadigan bo'ladi, siz mana o'shaning uchun sizni ko'proq videoga olaman, nima? Shuna. O'zbekiston bari O'zbekiston. O'zbekiston mana bu O'zbekiston. O'zbekiston tengdir O'zbekiston. To'g'rimi? Ha. Bizning vatanda hech kimga chiqqan teng kelmaydi. Shunday. Sam O'rtoqlar, mana Kargogoni oldidan o'tib ketyapman. Kargogo to'qinni shu yerga qo'ydim. Tashladim shu yerda. Endi tortishga ketyapman hozir. Mashinalar kelyapti, qo'yib yuboraylik. Mana Kargogo. Mana ham shopir olamiz deyapti Kargogo. Shu yerdan bizga 15 km yuk ortadigan joyimiz. Mana Trello servisi ham bor Kargogoni. Sarakamiz kam qolgan, saraka olish kerak. Kuzatib boringlar, o'rtoqlar, erta yana video qo'yamiz. Pogruskaga borgandan keyin. Poyezdni qaranglar, poyezdni padushka ekan. Usta. Jem poyezd elektrichka ekanda bu, saraka emas ekan. Usta. Qolganimiz. Aka bilan. Qandaysiz aka? Yaxshi joylar ekan-a? Yoqdimi aka Vilnius? Pushkin nirasi. Haykal. Bizda mana bunaqa tokda yuradigan avtobuslar yo'qolib ketgan. Bizi bu yoqda bor hali ham mana. Tokda yuradi. Sarakalik. Tamojdinning ichidamiz, yuk ortishga keldim. Qaranglar, bir zo'r narsa borligini. Mana shuncha nimalar qilib qo'yibdi. Xohlagan narsangizni oling mana. Egasi yo'q. Bu yerda xolodilnikka ham narsalar qo'yib qo'yibdi. Shu yerdan mana tanlab oling. Nima ichingiz kelsa. Biz mana shu koladan oldik. Hozir buni ko'rsatamiz qanday olishdi. Mana. Ishtiroq kodini uramiz bunga.
Bo'ldi. 1 € 39 ekan. Uncha ko'p qimmat emas, normal. Endi to'lashni bosamiz. To'g'ri bosdimmi? Buni bosam kvitantsiyani. Mana bu yoqda chiqdi. Mana biz chekamiz. Bizaga o'tdi mana. Zo'r narsa ekan. Hech kim yo'q ishlaydiganlar. Bitta shu narsani qo'yib qo'yibdi, tepasida kamerasi bor. Bo'ldi. Yukni ortdik biz, dokumentga qarab turibmiz. Dokumentni bersa chiqib ketamiz. Vilnius shahri. Endi kolani ichamiz. Original kola, европейский. O'rtoqlar, mana dokumentlarni ham birga qildik-da, to'lik bilan. Men yukni ortdim. Men O'zbekistonga ketyapman, bu kishini kargoga tashlab ketyapman. Mana Zerikmaysiz, meni dokumentlarni men o'zim qilib berdim. Mana Shahbozjon sal esdan chiqib qolibdi. Sal ruschani yaxshi bilmaydimi, bilmayman. O'zim tarjima qilib berdim. Sal bo'lsa ham inglizchani bez aksentda bilan Shahbozjon. Ikkalamiz yurganimiz ancha-muncha inglizcha gaplashardik. Mana endi kargoga biz mahallaga kelib qolibdi. Mana ancha-muncha yordam qildim bunga. Kerak qilib, to'lovlarni qilib, hammasi zakonli bo'ldi. Xudo xolasa bir oydan keyin kelaman deyapti. Endi bolalar bor, qilib beradigan bolalarga aytib qo'yaman bir og'iz. Yo, endi siz hozir O'zbekistonga ketgisi kelyapti-da, ha? To'g'rimi? O'zbekistonga ketgim kelyapti, lekin mana yoshlar qo'ymayapti-da, qo'yavermayapti lekin. Chunki mensiz ish bitmaydi bu yerda. Mana shu bizning ofis bo'ladi, mana shu bizning ofis bo'ladi. Mana bu yerda men yangi kelgan bolalarga mana shu mashinani tezroq o'rgataman. Mana shu yangi mashinani o'rgatasiz, tezroq. Tezroq o'rgataman men. Mana shu bizning mahalla. Mana Shahbozjon. Mana shu yerda tashlang, siz shundan o'tib olasiz. Bo'lmasa. Mayli, o'zingiz bexatar bo'lsin, ishingiz o'ng bo'lsin, ishingiz rivojini bersin, kontrol politsiyalardan ularni o'zi asrasin. Aytganingiz kelsa. Mana bananni oling endi. Siz haqiqat o'ynamsindirmi, nima qilyapsiz? Mana bananni oling. Gaplashamiz. Avrenga yoqing har safar menga o'taman. To'xtagan payt avrenga yoqing. O'zi bilmabmiz-da endi. Bizda xato o'tibdi, uzr, ha? Okey. Har safar to'xtaganda avrenga yoqish kerak. Qonunlarga bo'ysunish kerak bu yerda. Ba'zi bunday xato qilmaymiz. Davay. Hech narsam qolmadi. Yo'q, hamma narsa qolib yurmang. Mayli, davay, связывайся. Bo'l, sog' bo'ling, davay. Omad chiqar. Ha, o'rtoqlar. To'likni tashladik-da, kargogani oldiga. Biz xudo xolasa mana 357 kilometr nimagacha. Chegara Terexovadan chiqamiz. Vilnius shahri, Vilniusdan mana o'tib ketyapmiz. Kuzatib boringlar, yangi videolarni yo'l-yo'lakay qo'yaveramiz. Assalomu alaykum do'stlar, mana Terexovadamiz. Ochiratga keldim. Bir 2 sotkalik ochirat ekan, hozir ochiratib keldi. Hozir kiraman chegaraga, Rossiya o'tamiz shu bilan. Men hozir sizlarga bir kishini ko'rsataman. Bundan 3 oy oldin 80 kun, 90 kun tamojida sanksiyonli yuk bilan tushib qolib chiqqan akani hozir ko'rib qoldim mana. Bu kishi ham Yevropaga kiribdilar, oradan mana 3 oy o'tdi. Mana shu kishini taniganlar bormi mana? Hozir ko'rsataman akani. Mana. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamadinglarmi? Shahboz guruh ana ular muxlislari deydimi? Shunaqalari. Bizni bratanda o'sha bizni bratan. Keldim men ham, xudo xolasa yaxshi yuribmiz. Qanday bo'ldi o'shandan keyin tinch bo'lib ketdimi u ishlaringiz? Alloh nima desam ekan, bir tomondan ushlab bir tomondan berib yuborishi deydi-ku. Xudo xolasa yaxshi o'shanda tushdik. Undan keyin chiqqandan keyin tagida hikmati bor ekan, xudo xolasa hamma yo'q zo'r. Kelib ketishlar yaxshi, tinmasdan Xudoyim berib turibdi yo'llarni, kelamiz, ketamiz. Uyda ham o'zgarishlar qildik, hamma yo'q zo'r. Xudoga shukr. Hozir ham mana Latviyani ichidasiz. Latviyaga kirdim. Minskga keldim, yukni shuna tushiryapman. Shippa kelyapman, chegarada hech kim yo'q-da. Shippa kirib kelyapman. Xudoyim taolani o'zini qo'llagan endi bu. Shunday. Boshqani yo'q bu yerda. O'shanda 90 kun yotib juda zerikib bilan ketuvdingizlar, lekin sanksiyonli yomon qiyin bo'lgan unda. Sanksiyonli gruz bilan tushib. Yo'q, ko'pchilik o'shanda kommentariyaga yozibdi. O'shani kallang yo'qmi desani? O'shani bilmasdingmi? Muncha voqima qilasan deb.
Endi shuni ko'rdim, men ham o'qidim, yozganlarini Ha. ko'rdim. Endi ulardan ham xafa bo'lish kerak emas, chunki Ha. bir tomonini eshitgan, ikkinchi tomonini ham eshitib ko'rish kerak-da odam degan. Ha. Endi men bu narsani chegaraga kelyapman, короче, men kiryapman, shunaqa menga plomba kerak deyapman. Bular menga plomba ostirmayapti-da, Ha. chiqarib yuboryapti. Ha. Bu pastava bo'lyaptimi, nimadir bo'lyapti, meni chiqarib yuboryapti-da, keyin kelgandan keyin kirib qamab qo'yapti. Keyin oxirida sudlashib, u bu bo'lgandan keyin prosta meni o'tkazib yuborgan sanobi soldatmi, kim o'sha voyenniy edi, prosta ishdan chetlatishib qaybsan beryapti. Bo'ldi. Lekin sizni yukingizni musodara Meni qilyapti. yukimni musodara qilyapti. 90 ming yevrolik, 96 ming yevrolik yuk edi. Prosta u odamga qaybsan beryapti. Keyin menga tushirayotganda aytadi, "Вот мы наказали его, потом bunaqa men aytdim, "Что сделали?" dedim, "для него" dedim. "Просто его посадили надолго", desam, "Yo'q" dedi. "Убили что ли его?" desam, "Нет". "А что сделали?" dedim. Desam, это dedi, "Увольняли на работе, с работы" dedi. Вот aytadi keyin yaqin 3-4 yilda ishga kira olmaydi dedi. Men aytdim, menga dedim, bir odamni shuncha pulga tushirishding senlar dedim. Prosta pastava bo'ldi. Endi shunga tushib qoldik. Ularga ham xudoyimlar balosi bordi. O'sha videoni ko'pchilik endi yangi obunachilarimiz bo'lsa, u videoni ko'rmagan bo'lsanglar, hozir mana opisaniyada qoldiramiz. O'shani silkasini o'tib bemalol ko'rsanglar, o'sha yerda Padromni akamiz aytib berganlar o'sha videoni. Shunday. Yangi kirganlar ham borda endi 1-3 oy 4 oydan beri. Shunday. Men ham bu Shaboz o'shanda bir ko'rishdik. Undan keyin ko'rishmadik. Mana hozir Terixvada chegarada o'tirib ko'rishib qoldik. Shuni eslashib, bir hangomalashib, eslashib, bo'lgan voqealarni yana kulishib o'tirdik. Keyin aka dedi, shunday qilaman, shunaqa bo'lgan edi, kommentariyalar shunday bo'lyapti degani uchun hamma dedim, bir bo'lgan narsani boricha aytish kerak. Ko'pchilik tushunmay u yerga noto'ri gaplarni yozgan. Endi ular sizlar ham bor, nima deydi aytadi. Yo'q, nima degan, qo'rqasan buncha degan, bu shu gilanasida bilmaysanmi, shuni ilishdi deb. Shunday. Situatsiya qanday bo'lganini bilmaganda. Yo'q. Endi aytadi-ku, o'zimizda o'zbek maqoli bor. Iching o'tsa ishtoning bilibdi deydi. Bu nima deydi endi? Anaqa deydim. Shunaqa bir maqol bor. Yana kechirasizlar, men buzib qo'ygan bo'lsam, sirazi buzib qo'ydingiz maqolni. Buzdimmi? Fight that. Endi buzib qo'ygan bo'lsam kechirishib qo'yadi endi. Sirazi yozib olmaylar, lekin yuragimni siqib men. Shunday, siz bitta kommentariyalarni o'qib chiqasiz hammasi. Qarab chiqaman-da, endi Yo, javob qaytarasizmi? Misol sizga birov yozsa kommentariya, mana shu videoning tagiga siz javob qaytarasizmi shunga? Agar yozsa, конечно, unga yaxshi gaplar bo'lsa, chiroyli gaplar bo'lsa, mayli. Agar endi so'ragisa, bir интересный bitta javob berasiz. Javob beramiz, конечно. To интересный bo'lsa, mana shunday. Sabab kimgadir senga qiziqmi qilayotgan ishing, demak o'sha odamga qiziqishi bor. O'shanga misol qandaydir ozgina bo'lsa ham yordam bo'lsa yaxshi-da baribir. Kimdir misol mana Yevropaga kelmoqchi bo'ladi yoki shu ishga qiziqqanlar bo'ladi. Misol yozsa, o'sha akaga обязательно yaxshi savol bo'lsa javob berasiz. Qo'ldan kelgancha. O'zi astamday mana yo'lda, cho'lda yurasiz, internetlar ham yaxshi bo'lmaydi. Shu mana bunaqa joylarga kelganda, stenkalarda turganimizda, endi mana men ham hozir kirdim. Hozir bu ruslarning bayrami ekan, paxsa bayrami bo'lar ekan. O'sha 4 kun bayram ekan, dushanba, seshanba kunga Xudo xolasa yukimiz bor inshaalloh. Inshaalloh yaxshi yuklarni ortib, vatanga borib, bola chaqani yoniga shu 5-6 soat bilan borish niyat. Toza emas, yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'lsa, endi Latviyaning odamlari haqida, davlati haqida qanday endi bizni obunachilarimizga bir ma'lumot bera olasiz, aka? Men Yevropa kemasimdan oldin bu Latviya degan joylar, Litva degan joylar bir boshqacha bo'lsa kerak dedim. Shu havo, shu suv, odamlari qanday? Odamlari ham shu o'zimizga o'xshagan odamlar ekan, prosta endi bular. Politsiyalari qanday endi? Politsiyalari Allohga shukr, o'zi saqlasin bizni shulardan. Chegaralar qanday aka? Chegaralar nechta saraka bilan qo'yapti hozir? Hozir Latviya batafsil ma'lumotni bering. Yo'q, Latviya chegarasi limit qo'yib qo'yibdi. 200 litrdan oshiq saraka mumkin emas. Plus ref to'la bo'lsa bo'laveradi. Refni hisobga olmaydi, только galavani aytyapti, shu tigash tortuvchini 200 ta salarka bilan o'tishlik. Nimaga 200 ta salarka? Agar 200 tadan ko'p olib kirsangiz, Latviya davlatini, Yevropa iqtisodiyotiga biz katta ta'sir qilib qo'yamiz ekan. O'shani hisobiga bir dona bir savzavod ham o'tkazmaydi, produktda. Uydan endi o'zimiz
Bu kalbasa degan deylikmi, masalan quyruq olamiz, qishda go'sht qovurib olamiz. Shularni ham zo'rg'a olib o'tib, shu yoqda yeymiz-da endi biz ana qilmaylik deymiz-da, nima desam ekan. Shu bekitib bir narsa olib o'tamiz. Chegara qiyin. Qiyin bo'lib ancha Yevropa stroy bo'lib. Ha, stroy bo'lib ketgan, qiyin. Bu yerda ikkita yosh bolani bir-biri bilan urushib qolgandek anaqa bo'lib qoladi-ku, shunday bo'lib qolganda Rossiya ham bu qiladi. Bir dona kartoshka, 2 dona bo'lmagan narsalarda zakonda. Endi kim bilan nima bo'ladi bu yog'i? Mana hozir biz Ochratda turibmiz. Rossiya kirishimiz kerak. Endi hozir bizada mana hozir 80 yondi. 85-90 yonsa yuramiz. Endi men qachon yurishim kerak? Mana mashinalar uje yo'lga qo'yib tashlabdi. Boya o'zi yurishimiz kerak ekanmi deyman. Yo'q, boya chiqqan qo'yganingizda ham bu yerda mashina bor edi. Siz o'zi asli bu tochkada emas, nari olib turishingiz kerak edi-da. Nari olib turganingizda bo'lar edi. Hozir endi 80 yonibdi-da. Bizaniki 10 tadan keyin o'zi keladi Ochratimiz. Ikkinchi partiyasiga yonganda keladi-da, xudo xolasa. Endi obunachilar bilan xayrlashamiz-da. Shunday. Sog' bo'linglar hammanglarga, ishinglarga omad, oilanglarga tinchlik, totuvlik, umringlarga barokat, rizqinglarga baraka bersin. Hammaning uyida tinchlik bo'lsin. Shu zamonamiz tinch bo'lsin. Arzonchilik bo'lsin. Mehr, muhabbat bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Joninglar sog' bo'linglar. Zo'r gaplar bo'ldi. Zo'r gaplar uchun bitta like bosib qo'ysanglar, aka xursand bo'ladilar. Kommentariyada nima yozsanglar, mana qo'ldan kelganicha javob beraman deb va'da beryaptilar mana. Da. Shunday bo'ladi, xudo xolasa. Mana. Sog' bo'linglar hammanglar. O'rtoqlar, Rossiya yo'llari, hozir kirdim Rossiyaga. Yevropadan rovna 12 soat deganda o'tdim. Juda tamojli sekin ishladi. Rossiyaga o'tib oldim. Mana hozir dakvellarni qildim. Endi O'zbekistonga qarab ketyapman. Havo issiq, Rossiya birdaniga o'tgandan issiq bo'lib ketdi havo. Kecha salqin edi Yevropada. Endi ketyapmiz. O'zbekistongacha rovna 4,5 kilometr. Bizadan. Yo'llari zo'r bu taraf. M9mi? Hozir shu M9danmi yuryapman shunaqa yo'ldan. Bu yerda mashina Transmedicaniki, Kaliningraddagi shunaqa mashinalar persepkaga turar ekanda. O'rmonlarning ichi polni endi Moskvagacha shunaqa yo'llarda ketamiz sekin-sekin. Yukimiz 19,5 tonna. Ko'p og'ir emas. Kuzatib boringlar, yana yo'l-yo'lakay video olamiz. Rossiya o'tgandan bizaga taxografni tekshirdi, transportni to'xtatib, mana proyerka qildi. Hozir qo'yib yubordi proyerka qilib. Endi ketyapmiz, bir 2 soat ushladi shu yerda. Mana kartalarni qo'yib. Endi mana Rossiyaning yo'lida ketyapmiz. Shu nimadan chegaradan o'tgandan transportni turgan ekan. O'sha yerga to'xtatib, bir soatda tekshirdi. Platonni tekshirdi, keyin buni tekshirdi. Orqasiga mana bir raspechkatkani, meniki bitta ikkita raspechkatkani orqasiga yozuvdim, narusheniya bo'lganiga. Chista edi, mana bunaqa katakchali emas edi. Bu o'tmay ekan, mana bunaqa katakchali o'tar ekan. Keyin mana shunaqa katakchalikda ham olgandim raspechkatka, mana shuni ko'rsatdim. Yo, indamadi. Chiqib ketdik. Endi mana Moskvagacha bir 500 kilometr qoldi. Ketyapman Moskvaga qarab. Mana shunaqa o'rmonlar ichida. Soldensk Orenburgdamiz. Orenburggacha keldik. Mashina cho'ti yaxshi tortmay, zodi bo'lishi qiyin bo'lib qoldi. Mana bunaqa datchik ham bor edi. Alishtiruvdim mana shu o'tgan yili shu ketib qolganmi deb o'zimcha o'ylayapman. Hozir mana shu narsani alishtirib ko'ramiz. Cho'ta vobshe qiyin bo'lib qoldi zot bo'lish mashinani. Podyomga tortmayapti. Chek yonib qolyapti. Mana shu narsa mana shu yerda turadi. Shuni almashtirdim o'tgan yili. Hozir yana ketib qolgan menimcha o'sha. Unga to'g'ri keladigan kulush topa olmayapman.
joy juda nito ichkariroqda. Kulish sig'mayapti. Hozir shuni alishtirib ko'ramiz. Mashina joyidan вообще 1 minut aylantiryapti statik. O'shanga ham qiyin zat bo'lib tortmay yuribdi. O'shanga to'xtadim. Hozir nima qilib ko'ray? Almashtirib ko'ray qani. Qanday bo'la? Kulish to'g'ri kelyapti. Qalin kulish ekanda. Unga qalin kulish tushmayapti. Spesialni shuning uchun sotib oldim mana shu kulishni. Endi hozir alishtirib ko'ramiz. Qani qanday bo'ladi? Hozir mana zada qilib ko'rsataman sizlarga. Qanaqa qiyin zada bo'lishini. Mana hozir zada qilib ko'rsataman. Hozir bundan oldin videoga oldim. Chota. Mana. Bo'lmadi, zat bo'lmadi dashi. Hozir alishtirib ko'ramiz. O'sha narsa. O'rtoqlar, mashinani ham mana zavod qilib oldik. Mana bu yoqlarida mana antifriz probkasi uroribdi, antifriz probkasi uroribdi. Namanganlik akamiz, Toshkentlik akamiz kelib yordam berib, Apex kilaylar berib, shuni yamab dalish ketdilar, ular videoga ola olmadim. Akalar, rahmat sizlarga. Alloh rozi bo'lsin. Biz endi dalishga davom etamiz hozir. Mashinani zavod qilib oldik. Mana shu Orenburg yo'lida yurib turibdi mashinamiz. Mana shu dachiga almashtirdim, zavod bo'ldi mashina. Shu dachi ketib qolgan ekan Namangan. Endi hozir yuramiz. Ham narsalarni yig'ishtiraman-da. Hozir davom etamiz. Bu yo'lga video olamiz, kuzatib boring. Qozog'iston yo'llari mana hozir chegaradan o'tdim. Rovna bir 16 soatlarda o'tdim. 5 kilometr ochirat edi. O'tib oldik endi. Pul-mul maydalaymiz-da, dash O'zbekistongacha yuramiz. Mashinamiz yaxshi ishlamayapti, mana bunaqa ashkasi yorib qolgan. Injektor ketdim, bir nima bo'ldi bunga. O'chirganim yo'q. Mana shular pul maydalaydi. Hammasi shu yerda pul maydalaydi. Shu kechqurun bilan yaxshi bir joyga borib uxlaymiz. Hozircha uyqu kelmayapti, uyqu kelsa uxlaymiz-da. Mana shuncha mashina. Bu yerda ham вообще ko'payib ketgan mashina oxiri ko'rinmaydi. Bu yerda dam olayotganlar. Ratsiyani yoqamiz. Juda chegaralar ochirat bo'lib ketgan. Hamma joy ochirat. Yevropa ham, bu yoq taraf ham. Qayerga borsa ochirat. Фуры, одиночки. Hammasi ochiratda yotibdi. Кто с России уехал, дайте вперед. Hozir Перевод Польша. yo'lda filtr alishtirib ko'ramiz. O'shanga ham agar yaxshi bo'lmasa ustaga ko'rsatamiz-ki mashinani. Yurishi yaxshi, faqat to'xtaganda o'chirsangiz zad bo'lishi qiyin. Zad bo'lmaydi. Shu muammosi bu mashinada hozir. O'chiratni ko'ryapsizlarmi qanaqa ko'pligini? Bir sutkalik o'chirat rastaga o'tish bu yoqdan. Bir sutka kutish kerak. Sarakamiz hozircha bor. Baribir qo'yib olamiz ustiga. Mana shu chegaradan o'tganda saraka arzonroq. Nisbatan u tomonlarga qaraganda. Erkizlarga qaraganda shu yerdan hozir qo'yib olaman. Keyin yo'lda o'sha motorni probkasini topsak, antifrizga o'shandan olib qo'yib olamiz. Bizniki o'sha yerda antifriz ham o'qyapti. Antifriz zanglaganligi uchun shunaqa bo'lyapti, bilmayman. Shu reys yo'lda antifriz probkasi teshildi, bu yoqda injektor yaxshi ishlamayapti.
O'zbekistonga yaqinlashganda. Bilmadim nima unaqa bo'lyapti. Mana mashinalarni ko'ryapsizlarmi? Oxiri yo'q. Slishkim ko'p bo'lib ketgan o'chiradi. Lekin 70% O'zbekiston mashinasi bu yoqda. 70% dan ham ko'proq bo'lsa kerak. O'zbekiston mashina ko'p qatnaydi. O'sha yerda transport turibdi. Ushlasa ushlaydi. Ushlamasa o'tib ketadi. Qarab, to'xtab tur deb bo'laylarni qarab, aylaysiz. Bu yerda uncha ko'p emas ekan. Biz u oxirida turardik, yarim soatga shunaqa paytga o'tib ketardik. Bular ham shu o'ta bir 10 soatda, 8 soatda o'tib ketadi. Bu chegara eng zo'r chegara mana shu chegara bo'ladi. Vobshe ko'p mashina tortadi. Zo'r chegara. Uncha zadishga qilmaydi. Biz ham 5 kilometrdan 10 soatda o'tdik. Bitta zo'r yava bor edi. Shunga tushdim hozir mana. Gumillab ketdi o'zi ham. Zapravkaga keldik. Mashinani zapravka qila olamiz. Shu yerdan polni bak qilsak, keyin borib chegarani oldidan O'zbekistonda olamiz. Mana sarakani litri 290 ekan. 290 tanga O'zbekiston so'miga bilmayman qancha bo'ladi. 25 ga ko'paytiradimi shunaqa kurs. Bitta o'zi mana kelaman. O'rtog'im zapaska bergan, hali ham turibdi, zapaskasini berganim yo'q. Mana plombamiz. O'sha Rossiyaga urilgani hali hech kim yetishmadi. Alloh hammasi yaxshi hozircha. Zapaskani qilib olsak yuramiz. Mashinani o'chirganim yo'q. Mashinani o'chirsa zad bo'lishi qiyin. Ko'p stator aylantiradi. O'shaning uchun endi o'chirmaymiz. Faqat kechqurun o'chiramiz. Kunduz o'chirish yo'q. Mana qilib mana zapravka qilyapmiz. Bu hali ketmabdi-ku. Endi ketsa kerak. Aytamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Biz mana DAF Centerga keldik. Qozog'istonga. Mashina ko'rsatishga. Mashina joyidan zavod bo'lishi juda qiyin edi. Arang zavod bo'lyapti. Hozir keldik. Filtrni almashtirdik, diagnostika qildilar biroq. Endi hozir zavod bo'lishi yaxshi bo'ldi, baribir injektorga ketgan ekan. Bu oldindan bormi yoki yangi ochilganmi? Birinchi marta kelganman. Shu yerga kompyuter qilyapmiz. Mana bizni ochib beradi. Nimadirlari nito yana mashina ishlayapti borku. Endi O'zbekistonga borsak yana bir ko'rsatamiz. Hozircha zavod bo'lishlari yaxshi bo'ldi. O'rtoqlar DAF Centerdan chiqdik. Bu 4-ofitsialli DAF Center ekan. Mana tabloda bitta ham ashibka yo'q. Mana ko'rsanglar bo'ladi. O'chirib berdi ashibkalarni, lekin 3 bilan 6-injektori ketgan deydi. O'zbekistonga borib shu yerdami qilib beramiz. 3 kun vaqt ketadi deydi. Hozir O'zbekistonga borib 3 bilan 6ni ochtirib ko'rsatamiz. Qolgan hammasi yaxshi. Asos davleniya niska ekan. Mana shunaqa ishlarni borib qilamiz endi o'rtoqlar. Diagnostikasi 10.000 tanga, filtr 49.000. Obshi $125 to'ladim hozir. Endi mana yaxshi ketyapmiz. Arziydi $125 to'laganga, chunki bu mashina juda qiynalib kelyapti-da. Hozir o'sha ashibkani o'chirgandan keyin mana yurishi zo'r bo'ldi. Rasodi ham ko'payib ketdi yo'lga buni. Zavod bo'lishi qiyin, statorga zarar. Shuning uchun sraz kirdimda DAF Centerga ko'rsatib, mana endi dash ketyapman. Hozir Turkistonga kirib ketaman. Bu dachik palasaga, anu tepalik. Palasa xira bo'lganiga yonib qoladi. O'chadi hozir yaxshi palasali joy ketsa.
shunday qilib ketamiz o'rtoqlar. Samiglavni mashinamiz zarb bo'lishi zo'r bo'ldi. Boshqasi bekor bizga. Chegaraga hozir o'tishga O'zbekistonga o'ylab kelyaptim, qanday o'tamiz. Bu mashinani o'chirmasa rasxod ko'payib ketadi, keyin zarari bor buncha zarda qilib qo'yishdi mashinani ham. Qila oldim endi mana. Dasturna zo'r bo'lib ketamiz. O'zi 3-injektor Yevropada qo'ydirdim. Cho'ta parod qildi-da o'sha qo'ydirgan injektorim. Yaxshi emas ekanda. Shunday gaplar bizda o'rtoqlar.